Aholi o'rtasida milliy qadriyatlarimizni yana ham keyin targ'ib etish, insonparvarlik, o'zaro mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash maqsadida 2026-yil 16-martdan 31-martga qadar Qoraqalpog'iston Respublikasi barcha viloyatlar hamda Toshkent shahridagi markaziy xiyobonlar, madaniyat va istirohat bog'lari, sport maydonlari hamda mahalla guzarlarida festival o'tkazilishi belgilangan. Festival doirasida markaziy xiyobonlar, madaniyat va istirohat bog'lari, sport maydonlari hamda mahalla guzarlarida turli madaniy, ma'rifiy va ommaviy tadbirlar tashkil qilinmoqda. Ayni paytda Surxon vohasining turli hududlarida ham bayram sayillari ko'tarinki kayfiyatda davom etmoqda. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati hamda qator tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan mazkur ma'naviy ma'rifiy festival poytaxtdan kelgan mehmonlar ishtirokida olis va qorli tog'larga tutash Boysun tumanining bir nechta nuqtalarida o'tkazildi. Milliy kuy-qo'shiqlar va raqslar ijro etilib, tadbirga o'zgacha fayz va ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Joriy yilning may oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan Boysun bahori ochiq folklor festivaliga Boysun tumanining Shalola etnografik xalq ansambli alohida tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda ansamblning eng faol a'zosi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sayyora Qosimova ma'lum qildi. Juda qattiq tayyorgarliklar ketyapti. Yangi qo'shiqlar, yangi raqslar, hali hech qayerda olib chiqmagan qo'shiqlarimizni olib chiqmoqchimiz. O'zimizning milliyliklarimizni nima deydi? Davom bo'lishini kelajak avlodga qoldirmoqchimiz. Bir tomonda kuy qo'shiqlari yangrab, boshqa tomonda milliy o'yinlar va kurash musobaqasi qizg'in davom etdi. Tadbir kun bo'yi ko'tarinki ruhda o'tkazildi. Ertasi kungi tadbirlar ham toshkentlik mehmonlar ishtirokida Sherobod tumanining Tog'lar bag'ridagi keng maydonda tashkil etilib, bayramona shukuh yanada qizg'in davom etdi. Respublikamizdan bir guruh madaniyat, san'at darg'alari, shoir va yozuvchilarimiz tashrif buyurgan. Bugun chekka hududlarda, ovullarda Navro'z sayllari juda chiroyli o'tkazilyapti va shu bilan birgalikda mana shu festival doirasida 10 ga yaqin ijtimoiy loyihalar ham o'tkazilyapti. Qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, boy tariximizni keng targ'ib etish kabi bir qator vazifalarimiz bizning festivalimizni asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Tadbir davomida minglab yurtdoshlarimiz ishtirok etib, bahoriy bayramni ko'tarinki kayfiyatda qarshi oldi. Nasib bo'lsa, bu yil yurtimizga juda yaxshi yil keldi. Obodonchilik, mana yomg'irlar ko'p yog'di, ariqlar to'lib suvlar kelyapti. Mana shu hammasi barokali yil bo'ldi. Shu barokali yilimiz hammaga baroka keltirsin. Shuningdek, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Surxondaryo viloyat bo'linmasi tomonidan tumanning Poshxo'rt mahallasida istiqomat qiluvchi kam ta'minlangan hamda nogironligi bo'lgan fuqarolarning holidan xabar olindi. Ularga bayram munosabati bilan qimmatbaho sovg'a-salomlar topshirildi. Mazkur jarayonlarda san'atkorlarning ham faol ishtirok etishi yurtdoshlarimizga ko'tarinki kayfiyat ulashib, bayram shukuhini yanada oshirdi.